Semizlar hamma yig'ilib olsin. Bugun sizlarga sirli ozish haqida ma'lumot beraman. Kim sirli ozmoqchi bo'lsa, hammani hayron qoldirmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilsin. Bu mahsulotni ko'rsatishi mumkin, lekin sirli bo'lgani uchun nomini aytmayman. O'zingiz topib olsangizlar topib olganingiz. Mana ko'rsating buni. Ko'rsating. Do'stlar, balkim biladiganlar bordir mana. Masalan, ko'rsating. Maza qilib ichadigan choy bu, maza qilib ichadigan choy. Ham maza qilasiz, ham sog'ligingiz tiklaysiz, ham ozasiz. Demak, buni foydalari nimaga foydali? Yog'larni eritadi. 1. Ikkinchi, xolesterinni haydaydi. 2. Yurakka quvvat beradi. 3. Asabni tinchlantiradi. 4. Buni yana kulchoviy foydalari nimalardan iborat? Aytaman, mana eshitib turing. Vaznni nazorat qiladi. 1. Yurak va qon tomir sistemasini yaxshilaydi. 2. Modda almashinuvini yaxshilaydi. 3 va oxirgisi sohani tushiradi. 4. Buni damlash tartibi: suv qaynagandan keyin 80 gradus 85 gradusda damlaysiz. Chunki buni foydali xususiyatlari yo'qolib ketmasligi kerak. Bu choyning kilosi 600 ming so'm. Unaqa choylar ko'p, 1 millionlik choylar ham bor. Bu hattoki 1 millionga ham arziydi. Ham ta'mi, ham shifobaxshligi o'zgacha. O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilamiz. Pastdagi nomerlarga zakaz qilishingiz mumkin.